Assalomu alaykum rais buva. Mumkinmi? Bu gapni eshikni orqasida taqillatib aytish kerak edi. Ichkariga kirib olib mumkinmi deysan? Bu katta xolayni uyimi? Ha, nima gap? Rais buva, menga spravka bering. Qanaqa spravka? Men jinni emasligim haqida spravka bering. Bunaqa spravkani men bera olmayman. Meni vakolatimga kirmaydi. Rais buva, iltimos. Men jinni emasligim haqida spravka yozib bering. Voy, dum. Men senga tushuntirib gapiryapman. Bunaqa spravkani doktordan olasan. Men bera olmayman. Iltimos, rais buva. Men jinni emasligim haqida spravka bering. O'yle, hozir. Isming nima? Zohid. Familiyang? Gasanov. Bor, yo'qol. Ket. Rahmat rais buva. Endi sizga bitta savol bor. Ana siz mana shu mahallamizning raisisiz. Otasisiz. Endi sizdan so'raymiz-da. Mana shu mahallada, uyda yirtqich, zaharli bir qonxo'r jonzotlarni saqlash mumkinmi yo'qmi rais buva? Mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. Taqiqlanadi bunaqa narsa. Uyda yosh bolalar va qari qo'ri qo'ni-qo'shni deganday, bu zarar beradi-ku. Bunaqa zarar beradigan hasharot, jonzotlarni haligi zaparga borish kerak. O'sha yerda qarash kerak. Menga yordam bering. Meni uyimda mana shunaqangi vahshiy, qonxo'r, zaharli gazanda bor. Yirtqich jonivor bor. Qaynonam. O'shani zoparkami, sirkami jo'natib bering. Esing joyidamisan? Sen jinnimisan? Yo'q. Men jinni emasman. Mana jinni emasligim haqida spravkam bor. Hey, uka. Bunaqa bir parcha qog'oz bilan bu ishlar hal bo'lganda, men allaqachonlar uydagi anakondani sirk yo zaparga berib yuborardim. Hey. Şahmardan soyilari sallanib boqadi-yo, sallanib boqadi. Men qo'yilib boyda xotiniga o'xshab maza qilib o'tiribsanmi xotin? Erim go'sht olib keladi deb kutib o'tiribman-da. Xotinjon, mana aytganingdek qilib 4 kilo qo'y go'shtidan oldim. Voy, o'zim o'rgilay. Rahmat. Mana. Endi go'sht sol desa, shapaloqday qilib turib solmagin, xo'pmi? Yo'q. Go'shtni o'ziga bir dunyo pul ketib qolyapti. Sal tejamkorlik qil. Nomiga azgina solsang bo'ladi. Shu go'shtni yangi yilgacha yetkazgin, xo'pmi? Voy, xo'p, dadasi yetkazaman. Xo'p, mayli. Qani? Nima olib keldingiz? Go'sht? Men sizga go'sht olib kelay dedim, dadasi. Ammo ichini qarang-chi, ha? Kallamdek suylayapti ichida. Ha? Voy nomard. Voy yaramas. Voy o'zi yo'qdi, ko'zi yo'q deb, voy sizga lahm qilib berdim, yaxshi joydan berdim deyatuvdim. Voy nomard. Voy mayli bilmasdan savorgandir xotin. Mana quyrug'i ham bor ekan-ku. Qanaqa quyruq? Bu charvi-ku. Quyruq bilan charvini farqiga bormaysiz haligacha. Voy, tavba qildim, tavba. Qachongacha o'rgataman, dadasi? Ha? Bundoq aqlingizni ishlatsangiz-chi, qachongacha laqma bo'lib yurasiz? Assalomu alaykum. Kim bor? Voy opa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Pochchaginam, pochchang bor, meg'am bor. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Salomat. Ha? Yuragimdasiz. Yuragimdasiz. Men seni qaynim emas, ukam deganman, jigarim deganman. Yaxshi ukang bor-da. Yuragimdasiz. Meni yuragimga yaqin inson mana shu. Rahmat sizga pochcha. Qani endi shu sandagi aql mana shu opangni ham bo'lsa, nuqul nolaveradi. Endi bilmasdan ozgina suyoq sovorgan ekan, qassob miyamni qatiqni chiqaryapti-da hozir. Endi opa unchalik maydalashmangda. Men shu bir gapni aytaman. Hovlingizga men pochcham deb kelaman. Bu insonda odamgarchilik bor, mehr oqibat bor. Yaxshi-da.
Men bu pochchangdan charchadim bor. Bu laqma pochchangdan charchadim. Bozorga go'shtga jo'natsam, kallamdek suyakni olib kelib o'tiribdilar. Bu pochchangdachi na did bor, na farosat bor. Voy, opa, shu gapni to'g'ri aytdingiz. Pochchamda bor-ku, did yo'q, farosat yo'q. Yo'q, qayni. Ha, bu odamda did bo'lganda, farosat bo'lganda sizga uylanarmidi? Shahlo Ahmedovga uylanmasmidi, ha? Ay, baraka top. Rahmat, jannatim pochcham. Jannatim qaynim, yashay. O'zi bitta urug'da hamma ham ahmoq bo'lavermas ekanda, ichida bitta aqllisi yaxshilab qarasa topilar ekan. Mana, rahmat sizga. Nima dedingiz? Voy, opa. Kim ahmoq? Hazillar. Fotir, o'zingni bosh. Kim ahmoq? Uni buni qo'ying, pochcha. Shunaqa qilib 4 kilo go'sht olib berdim deng. Voy. Ha, opangni bilasan u. Go'sht qo'rqib bu. Bunga tez go'sht yedirib turmasam, o'zimni yeb qo'yay deydi. Yaxshi bo'ldi qochib qutulganimiz. Bo'lmasa hozir ikkalamiz ham g'ajib qo'yardik. Qo'yavering, pochcha. Bahonada omon qolganimizni bir yuvamiz. Baraka top. Qayerga boramiz? Lista bor. G'ijduvon shashlik ochiqmikin? Ochiq bo'ladi bu paytda, pochcha. Yo'lni boshlang. Ha, nima bo'ldi? Uzoqdan quduqdan suv tashiyman deb bellarim uzilib ketay deyapti. Ey, o'lmaysan. Tushundingmi? Sandan oldin o'sha quduqdan men suv tashiganman. O'lib qolganim yo'q. Xudoga shukr. Voy, o'lib qolay dedim. Mana qarang, qo'llarim mazol bo'lib ketdi. Rahmingiz kelsa, tirnoqlarim sinib ketdi. Hop, men nima qilay? Ha, men nima qilay? Qarang, bitta fikr bor edi. Ana eringizga aytsangiz, bittagina eshak olib kelib bersa yaxshi bo'lardi, suv tashishga yordam bo'larmidi? Voy, sani ham ering-ku? Ha, o'zing ayt. Mendan 20 yoshar katta odamga qanday qilib ish buyuraman? Xijolat bo'laman-da. Siz ayting. Kechqurun yoniga mushuk o'xshab kirib olishga xijolat qilmaysiz. Ha? Buni aytishga xijolat qildingizmi? O'zing ayt. Endi qarang, anaqa siz ko'z ochib ko'rganisiz. Sizni baribir gapingizni inobatga olasiz, aytganingizni qiladi. Rahmingiz kelsin. Aytmayman. Bir marta aytib baloga qoldim. Tavba. Ay dadasi, bu suv toshaverib quduqdan qo'llarim uzilib ketay dedi. Qo'llarim qavarib ketdi. Hech bo'lmasa yordam bo'lsin deb bitta eshak olib kelib bering, suv tashishga deb aytdim. Keyin Sana olib kelib o'tiribdi-da. voy, kerak emas. Eshak o'zim tashiyman. O'zim tashiyman. Ana endi o'zingga kelding. Otam. Voy, uyga kimdir keldimi? Ha, qishloqdan tog'ingiz kelibdi, o'g'lini yetalab. U nimaga ketdi? Qayerdan bilaman, o'g'li o'qishga kirganmi bilmayman. Shu paytda kirib kelishganini qarang. O'zi ishdan charchab keldim. Bo'lmasa bir osh-posh qilyapsanmi? Qanaqa osh? Yana sabzi to'g'ri, qovur. Qachon pishadi oshingiz? Oyda yilda bir tog'am keladi, endi bir chiroyli qilib kutib olmasak yana qishloqda gapirib yurmasin. Bunaqa qilib tuxum qovurib qo'ya qolaymi? Yana bo'lmaydi. Mana qara, nima? Kechadan qolgan bir ovqating bormi? Mana kechaga ovqatim turibdi-ku mastava. Bormi? Voy, mana bir qozon. Ko'ring. Juda chiroyli qilib mastava qilganman. Bo'ldi. Nima qilamiz bo'lmasa? Hadi. Men mehmonlarni oldiga kiraman. Ular bilan hol-ahvol so'rashib, gaplashib turgan payti xotin deyman. Ha, dadasi deysan. Bir mehmonlar kelib qopti. Bir osh-posh qilmaysanmi deyman. Bo'ldi, hozir deysan. Keyin biroz gaplashib kutib turasan. Ozgina gaplashib bo'lgandan keyin qozonni taqir-tuqur qilib tashlaysan. Ha. Yo'q, nima bo'ldi? Xotin desam, oshni to'kib qo'yganmi deysan.
Jahli chiqqanday bo'ladi-da, senga qarab azini urishgan bo'laman. Yo, ko'zingizga qarasangiz bo'lasizmi? Yo, qanaqa? Hoppa. Ey, tag'in urushgan payti menga xo'mirayib tog'amni oldida bo'ldi. Yo'q, obro'ni rasvo qilib qo'ydi. Tushundim, dada. Tushundim. Kechadan qolgan ovqating yo'qmi desam, bor dadasi desam. Ha, mastamam bor desam, o'shani bo'lmasa isitib olib kirding. Men shunga olib kirasan, bu olamni bilisam. Ha? Bu yerda aktyorskiy. Kallangizga qo'y. Ma'qul, siz borib ichkariga kirib tog'alar bilan gaplashib o'tiring. Ha. Mayli, boring siz. O'qishlaringga rivoj. Seni ham ishlaringga rivoj, dasturxon to'kin sochin bo'laversin. Allohu akbar. Ha, xush kelibsiz tog'a. Xushvaqt bo'l. Jiyaning o'qishga kiraman, Toshkentda o'qiyman deydi. Olib keldim. Ha. Jazzab yaxshi ish qilibsiz-da. Xotin, Labbay dadasi. ha bu tog'am mana kelib qopti mana jiyam bilan bir oshposh qil. Xo'p bo'ladi dadasi, hozirda. Qo'li gul. Bir pasda tayyorlaydi. Ha. Jiyaning o'qiyman deydi. Toshkentda o'qiyman deydi. Endi Toshkentga olib keldim, kirdi o'qishga. Kirdimi? Ha, raislikka. Ota, teatralniga. Raislik qilasan qishlog'imizning to'ylarida. Nafaqat o'zimizning qishloq to'ylarida, qo'shni qishloq to'ylariga borib raislik qiladi. Ana shunday. Ha, o'rtakashlik bo'ladi. Diplom olay, oliy ma'lumotli bo'lay deb bo'pti borib keldim men. Ha, yaxshi, o'qigan yaxshi-da. Yaxshi-da. Yo, yaxshilikka yaxshi-ku. Lekin bitta narsasiga hayronman, hech tushunmayman. Yaqinda televizorga bir kattakon xalq artisti chiqib, "Il suygan odam nima deydi?" degan. Nima deydi? Artist bo'lish uchun sahnani changini yalash kerak, gardini yutish kerak deydi. Tavba qildim, astag'firulloh. Bunga ishongani o'tga saridi kichkina o'g'li artist bo'lmoqchi bo'lganmi, Toshkentga borib, bir teatr topib sahnani boshdan oxirigacha yalab chiqibdi-da. Tentak. 11 kundan beri atrofini vodka ekaman, infeksioniyda. Ha, shunga men buni qulog'iga quyib kelyapman qishloqdan kelguncha, artist bo'laman deb, sen ham duch kelgan joyda yalaverma deb. To'g'rimi? To'g'ri aytibsiz. Bo'lmasa endi jiyan artist bo'lasan-da. Yo'q, amaki. Men artist bo'lmayman. Ya, Bo'lmasa haligi kinolarda oladigan dirijor bo'lasanmi? Ota, o amaki uni dirijor emas, rejissor deydi. Lekin men rejissor ham bo'lmayman. Men o'qishni tugatsam, san'atshunos bo'laman, nasib qilsa. U nima degani? Mana kino, spektakl tugagandan keyin uni borib, ko'rib, kamchiligini aytadigan odamni san'atshunos deydi. Men ham ana shunaqa kamchiliklarni aytadigan san'atshunos bo'laman. Ha, jiyan, boshni qotirasan, ey. G'iybatchi bo'laman demaysanmi? Ey, xotin, nima bo'ldi? Kechagi mastamani to'kib qo'ydim, dadasi. bo'lishi mumkin emas. Sobir aka. Bo'lishi mumkin emas. Sobir aka, bilasizmi? Tahlillarni ko'rib chiqdik. Hammasi men o'ylaganimdan da yaxshi. Sizga ikkita xabar bor. Bittasi yaxshi xabar, bittasi yomon xabar. Qani, qaysi biridan boshlaylik? Yomondan boshqa qoling. Yomon xabar. Yomon xabar shundan iboratki, Sobir aka. Sizdagi kasallik umuman yangi kasallik. Sizdagi kasallik shu paytgacha yer yuzida uchramagan kasallik. Sizdagi kasallik hatto nomi ham yo'q. Ustiga ustak bedavo. Bor yo'g'i bir hafta umringiz qoldi. Voy. Orzularim, nevaralarim. Kreditni kim to'laydi endi? Yaxshi ham bor deb aytdingiz-ku. Yaxshi xabar bor. Yaxshi xabar shundan iboratki, bu kasallikni sizni nomingiz bilan nomlaymiz. Sobirli ism. Tarixda qolasiz aka. Birinchi bemor sifatida siz
birinchi doktor sifatida mana men da'vatga qo'yaman. Keling, esdalik rasmga tushib qo'yaylik. Kuling. Kuling, Voy boshim. Voy, qaqshab ketyapman ey. Voy, mazam bo'lmayapti. Tinchlik, nima bo'lyapti senga? Mazam bo'lmayapti dadasi. Dori pori ichmadingmi? Ichdim, ta'sir qilmayapti. Voy, Doktorga g'irr etib borib kelsang bo'lmaydimi? boray desam oyoqlarimda quvvat yo'q. Voy, mazam bo'lmayapti dadasi. Boshim qattiq og'riyapti. Ha, xotin, men hozir kelaman. Hozir. Voy, mazam bo'lmayapti dadasi. Mana. Hozir xotinjon, sovqotyapsanmi? Sovqotyapman dadasi, sovqotyapman. Nima u? Adiyol. Yangi shuba. Mana. Shuba deysizmi? Ha? Aytding-ku, sovqotyapman deding-ku. Ha? Voy, shuba. Mana, yangi ro'mol. Toza yangi ro'molmi? Ha? Aytding-ku, boshim og'riyapti deding-ku. Ha? Yangi ro'mol ham yangimi? Ha? Voy, Yangi sapok. etik. U bu ham mangami? Ha? Senga aytding-ku, oyog'im og'riyapti, mador yo'q. Oy, sapog'im yo'q edi dadasi. Sapog'im yo'q edi. Rahmat. Ro'mol. Voy, xudoga shukr. Voy, dadasi. Qanday? O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Ancha yaxshiman. Voy. Sovqotmayapsanmi? Voy, sovqotganim yo'q. Yaxshi bo'lib qoldim. Qani? Ro'molni ham beringchi. Qani? Boshing og'rimayaptimi? Voy, bu boshim ham og'riyapti. Ha? Oyoqlaringda ham mador bormi? Ha, oyog'imda ham mador bor. Yaxshi. Voy, yarashganini qarang dadasi. Voy, biram shuba olibsiz. Dadasi, dadajonisi. Siz tabibimsiz. Yo'q, tabib emas. Doktorsiz. Doktor D. Doktor D. Dahosiz, daho. O'rgilib ketay o'zim sizda. Bo'ldi, yaxshimisan? Yaxshiman. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Xudoga shukr. Yo'q, yaxshiman hozir. Zo'rman, xudoga shukr. Men yoqayman. Nimaga? Do'kondan yarim soatga deb arendaga olganman. G'irr etib olib borib beray. Ha? Voy, masam qo'yapti. Qani, raisvor keling. Mana aytanisda gullarni chiroyli qilib mana shu yerda hammasini tayyorlab qo'ydim. Qarang, bir tekis qilib. Ana. Hey, kallavaram. Voy, dum. Voy, men shu guldan necha xil olib kelib berganman? 10 xil gul olib kelib berganman, to'g'rimi? Ha, olib kelgansiz. Hammasini bir xil qilib qo'yibsan. Voy, shuni xilma-xil qilib, o'rtasiga qizil, nariga sariq, bir xilma-xil qilib qo'ymaysanmi? Kelgan odamning bir bahri dili ochilmaydimi? Xo'p, raisvor, xo'p. Hech senga bir ish buyurib bir baraka topmas ekanman-da. O'zingdan bilib qilavermaysanmi shuni, ha? Xilma-xil qilib qo'y. Xo'pmi? Xo'p, raisvor, xo'p. Kallang qursin. Hey! Yaxshi. Xo'p. Ha, raisvor. Bu nima ahvol? Ha? Nima bu, ha? Raisvor bular bilan bo'lib ulgurmadim-da kecha. Voy, men senga 2 kun bo'ldi mana shuni tuzatib qo'y deganimga. Xo'p, raisvor. Shu qiyinmi shu, ha? Qiyinmi shu, ha? Haqiqatan qiyin edi. Tuzatib qo'y buni. Bo'ldi, raisvor. Agar ertadan qolsa, aytib qo'y. Senga oxirgi nima? Yo'qotaman. Senga o'xshagan xodim menga kerak emas. Bo'shatib yuboraman. Tushundingmi? Yo'q, raisvor, bugunoq chiroyli qilib qo'yaman. Tuzatib qo'y. Xo'p.
Horma, Qoraqosh. Assalomu alaykum. Va alaykum Turdiq assalom. aka. Omonmisan? Ha, rahmat. Nima qilyapsan? Mana shu buzilib qolgan ekan, rais rosa urushib ketdi. Shuni tuzatib turibman-da. Sen bolani qo'ling gul. Yaxshiyam sen borsan bu mahallada. Shu yoqqa buzilib qolgan narsalarni tuzatasan. Mana bu gullarni sen olib keldingmi? Ha? Bay. Qanday chiroyli go'zal gullar. Shu kirgan odamni bahri dili ochiladi-ya ko'rib. Yoqdimi sizga shu Turdiq aka? Ha, yoqdi. Rahmat sizga. Ana shu raisga yoqmadi-da. Yo'q? Boya kelib meni rosa urushib ketdi. Shu rais boyaga tushunmayman-da Turdiq aka. Uyda janjal bo'lsa ham men aybdor. Ana u yaxshi ko'rgan jamoasi Barsa yutqazsa ham men aybdor. Sigiri qisir qolgan ekan, shunga ham men aybdor-da. U yoqqa o'tsa ham meni urushadi, bu yoqqa o'tsa ham meni urushadi. Nima qilishga hayronman. Ha, menga qara. Sen xafa bo'lma. Menda rais-da u. Boshliqda. Uni ham rahbarlari bor. Gap eshitgandir. Sen maslahatim. Xo'p de. Nima desam, xo'p de yutasan ha. Shu aytganingizdek shu yerga kelganimdan buyon faqat shu xo'p bilan kunimiz o'tib boryapti. Xo'p dever, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana, ishingni qilaver, charchama. Rahmat sizga, Turdiq aka. Yaxshiyam siz borsiz. Hamma narsani yaxshi tomonini ko'rasiz. O'zini g'alamis raisning o'rniga shu mahallaga siz rais bo'lishingiz kerak edi. Turdiq aka. Buni qarang. Hokimiyatdan quyosh panellarini olib keldik mana. 30 ta olib keldik mana. Endi mana shuni bog'cha, maktabga beramiz. Buni hali 15 tasi maktabga, 15 tasi bog'chaga deysiz-da, rais? Yo. 10 ta yetadi. Qolgan 10 tasi-chi? Uni ham o'zini joyi bor. Yaxshi bo'ldi-da, Charog'on xonada o'tirishadi. Turdiq aka, assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Assalomu alaykum. Menga qara, Go'rsofda qayerda yuribsan? Telefon qilaman, telefonim o'chirilgan. Mana ularni tushirish kerak edi. Uni buni qo'ying, rais buva. O'g'illi bo'ldim, xotinim tug'di. Tabriklaymiz. Katta yigit bo'lsin, muborak bo'lsin. U tushunsa bo'lar ekan. Rahmat rais buva. Tabriklaymiz. Rahmat. Mana Turdiq aka, bir ajoyib insonsiz. Ko'pni ko'rgan odamsiz. Har qanday narsani faqat yaxshi tomonini ko'rasiz. Shuning uchun o'g'lim ham sizga o'xshab yursin deb, o'g'limga Turdibek deb sizni ismingizni qo'ydim. Sen bolani oldin ham kallang ishlamasdi. Bundan keyin ham ishlamaydi. Bor bog'cha maktablarga borib ayt, olib ketsin 10 ta deb. Yo'q, o'zing olib borib berasan. O'zim? Turdiq aka, raisga nima bo'ldi? Qoraqosh. O'g'lingga meni ismimni qo'yib boshini silab yurguncha, shu raisning ismini qo'yib, ketiga tepib yurmaysanmi? Ketdi. Doktor, analiz natijasi chiqqan ekan. Shuni bir ko'rib bersangiz. Ha, buni biz ko'ramiz-da, qarindosh. Nima bo'pti? Shunaqa ham kasal bo'ladimi, odam? Shunchalik yomonmi, doktor? Aytolmayman. Yo'q, doktor, siz hozir aytmasangiz men keta olmayman. Ayting, nima bo'pti? Aytolmayman, o'rtoq bemor. Doktor, hozir siz aytmasangiz men o'zim yeb tashlayman. Nima bo'pti? Ochiqcha aytavering, nima bo'pti o'zi? Mana qarang. Eng oxirida yozib qo'yib, o'qing-da. Astraxondroz. Ha. Ana shu kasallikni shunday yomon ko'raman, tilim kelishmaydi, aytolmayman shuni. Doktor, bu onlayn o'qiganmisiz? Padaringga limonad. Bu ham bilib qoldi shekilli.